Bunaqasi bo'lmagan kanalning qadrli a'zolari, bugungi obzorimizda bilib sezib turganlaringdek assortimentdagi yangi partiyada kirib kelgan bitta listlidan tortib 9 ta listligacha bo'lgan elektronli gazli gibrid duxovkalarimizni xarakteristikasi, ishlash prinsiplari va oxirida narxlari bilan to'liq tanishtirib o'tamiz. Xo'p, bugungi sana xohlasa noyabr oyida turibmiz, 2025-yil. Bu narxlarimiz o'zgarishi mumkin. Oyga qarab, misol uchun 2025-yilda oxirigacha narxlar o'zgarmadi. Lekin undan keyin telefon qilsang, narx-navolar o'zgargan bo'lsa, internetga boshqa narx qo'yading, boshqa unsidim, yangi gaplarni qilsang, biz bu narxni bermasligimiz mumkin. Mavsumiy skidka, mavsumiy chegirma degan bo'laveradi. Videoni boshlashdan oldin eslatib o'tamiz, videoga like, kanalga obuna bo'lishni unutmanglar. Mahsulotlarimizni O'zbekiston barcha hududiga bepul emas, kelishilgan holatda dastavkalar qilib beramiz. Farg'ona shahar ichida bo'ylab bo'lsa, dastavkalarimiz bepul. Ekranning nomeri bemalol aloqa chiqishlari mumkin. Xo'p, birinchi o'rinda tanishtirib o'tadigan duxovkalarimiz bu elektronik duxovkalarimiz, ya'ni bitta listda ko'rib turganlaringizdek sariq va qizil turdagi duxovkalar. Bu duxovkalarimizga 60 sm, 40 sm patnasimizdan bir dona ketadi. Graduslari 400 gacha chiqadi. Izolyatsionni tizimi bularga qaraganda kuchliroq va vitrinaga qo'yib qo'ysalar, ko'rgan odam bu chiroyli narsa ekan, как shunaqa narsa ощущение beradi. Xo'p, buning ikki xil turdagi rangi bor, ya'ni qizil, sariq. 6 oy garantiyalari bor. 3,5 kWh-ga rasxod qiladi, 220 tok ishlaydi. Elektronik variantli bo'ladi. Hop, 1 soatgacha taymer qo'ysalar ham bo'laveradi. Ichkarida lampochkalar bor. Narx-navolarga keladigan bo'lsa, $330 dan qilib beramiz. 3-4 so'm yana sunnatiga o'tib beradigan joylari bo'ladi. Endi undan keyingisi pizza uchun mo'ljallangan ikkita qatorli ko'rib turgan duxovkalar. 60 sm ga 40 sm gazli ishlaydigan pizza pech. 60 sm 40 sm ikkita qator alohida mexanizm, gazi metandan ham propandan ham ishlaveradi, elektrga ham suqib qo'yiladi. Mana shu miyasi, zajigalkasi shularni ishlatib berish uchun mo'ljallangan. Xo'p, bu pechimiz hozirgi kunda bizda Nalishida xohlasa 2 dona mavjud. 6 oy garantiyasi bilan hozirgi kunda narxi $595 qilib beramiz. Xo'p, bundan keyingi pechlarimiz eng xadovoy turdagi pechlarimiz, ya'ni ikkita patnisli. Bitta qator ikkita patnisli duxovkalarimiz. 220 tok ishlaydi, soatiga 6,5 kW elektr tokini rasxod qiladi. Elektrligini hozir mana ichlarini bitta ko'rsating. Oldi ruchkalari bo'ladi, bitta sborga qilinsa bu shunaqa ham chiroyli bo'ladi. 400 gradusgacha chiqadi, taymerlari bo'ladi. Hamma o'sha eng olibda eng oxirgi rusumdagi duxovkalarimiz mana shular bo'ladi. Xo'p, hozirgi kunda bularimiz skidka narxda, mana shu 2025-yilda oxirigacha aloqa chiqsani $320 dan qilib beramiz. Ko'rib turganlar ikkosi ham narxi bir xil chiqadi. Tepasidan ham, pastidan ham narxi inshaalloh bir xil narxlarda qilib beramiz. 6 oy garantiyalari ham bor. Endi xuddi shularni 3 ta patnisligi ham bor. Ya'ni bu yonma-yon ikkita tushsa, unisi yonma-yon 3 ta tushadi. 1 2 3 3 ta patnisli elektronikda hozirgi kundagi narxi 220 da ishlaydi, u 9,5 kWh-ga rasxod qiladi. Unisining narxiga keladigan bo'lsa, hozirgi kunda $550 dan qilib beramiz. Uni ham aloqaga chiqarasizlar. Endi olib keling, eng bahaybat duxovkalarimizdan bittasi 9 litli duxovkalarimiz. 9 litli duxovkalarimiz hozirgi kunda bizda 3 xil turi mavjud, ya'ni elektronlisi, gazlisi va gibridi. Elektronlisi o'sha samasam elektrda ishlaydi, 380 da ishlaydi, 24,5 kW elektr toki rasxod qiladi. Gazlisi, gazda glavniy rasxod, misol uchun mahsulotlarning pishirishiga gazda rasxod qilsa, elektr tokiga suqib qo'yiladi. Mana shu miyasi, ichkarida zajigalkasi, ventilyatsion tizimlarini ishlatib berish uchun elektr tokiga suqib qo'yiladi. Soatiga 1 kW atrofida, ya'ni bitta xolodilnikda rasxodini qiladi. Xuddi shu elektronik va gazli birlashmasi gibrid modeli ham bizda mavjud. Xohlasangiz gaz dozda ishlatasizlar, xohlasangiz elektrda o'zida. Xo'p, bu duxovkalarimiz hozirgi kundagi narxlari 6 oy garantiyasi bilan elektronik variantini $1200, gazli variantini $1600, gibrid variantini $1850 qilib beramiz. Dastavkalari alohida bo'ladi, aloqaga chiqarasizlar ekranning nomeriga. Xo'p, ko'rib turibsizlar, bu oq ekan, krashinli ekan sana adashasizlar, prosta ustida nerjavkasi ustida обычный plyonkasi bor. Plyonkasini chiqib tashlasalar, bu ham mo'ladan kelaversa chiroyli bo'lib ochiladi. Endi bulardan keyingi duxovkalarimiz, bularni boshqa joylarni tanishtirib o'tib ketaylik. Ayep modellarimiz pizza uchun mo'ljallangan 40 sm, 40 sm eng xadovoy modellarimiz $240 dan qilib beramiz, 350 gradusgacha chiqadi. Pizza chakalarimizga eng ideal variantlarimizdan bittasi. Undan keyin
kompyuterli duxovkalarimiz ham bor. 550 dollardan qilib beramiz. Buning xarakteristikasini aloqa qilsangiz, polni tushuntirib beramiz. Chiroyli narxlarda, xudo xolasa buni qilib beramiz. Endi ikkita patnislikda ikkinchi turi yonma ikkita patnis tushadi yonda. Ikkinchi turi gazlisi bo'ladi, uchinchi turi gibridi. Elektronisini ko'rdik. Gazlisi ham, gibridi ham xuddi shunaqa ko'rinishda bo'ladi. Ichkarida garelkasi bo'ladi gazlida, mandaqa gibridda bo'lsa, tenti ham, garelkasi ham bo'ladi. Ishlashlari bularda ham 220 da ishlaydi. Gazlisi metanda ham, propanda ham ishlaydi. Narxlariga keladigan bo'lsa, ikkita patnisli gazlisini narxini hozirgi kunda 500 dollar qilib beramiz. Gibridini bo'lsa 550 dollardan qilib beramiz. Xo'p, undan keyingisi to'rtta patnisligimiz. To'rtta patnisligimizda hozirgi kunda bizda gazlisi bilan gibridi bor, elektronisi ham keladi. Elektronisi 650 dollar chiqadi, 220 da ishlaydi, 12,5 kWh rasxod qiladi. Xo'p, gazlisi metanda ham, propanda ham ishlaydi. Narxiga keladigan bo'lsa 850 dollardan qilib beramiz. Gibridini, gibrid ham 220 tok ishlaydi, metanda ham, propanda ham ishlaydi. Bitta yaxshilab ko'rsataymi, mana shu gibrid bo'ladi. Bu ham xuddi shunaqa naklinkasini ishlatib tashlasan ham, bu ham xuddi o'shadan nerjavaka bo'lib ochiladi. Xo'p, gibridini hozirgi kunda narxi 1050 dollardan qilib beramiz. Chiroyli narxlarda listlarni ham ichida bonus qilib qo'shib beramiz. Xudo xolasa to'rtta patnisi bo'ladi. Xo'p, undan keyingisi 6 tali duxovkalarimiz. 6 tali duxovkalarimiz hozirgi kunda bizda eng hadavoy modellarimizning yana bittasi bo'ladi. Buni ham 3 xil turdagisi bor: elektronli, gazli, gibrid. Bu ham xuddi o'sha sistemada ishlaydi. Elektronisi 800 yo'q, adashdim. 925 dollar qilib beramiz. Gazlisini 1150 dollar qilib beramiz. Gibridini 1450 dollar qilib beramiz. Xo'p, ko'rib turganlaringdek, buni ham mexanizmi alohida, gazlisiniki, gibridiniki alohida. Qo'lni bitta knopkani o'zida aqlli qilsalar bo'ladi. Bu duxovkalarimizdan tashqari, undan tashqari bizda keng assortimentdagi mishalka va mikserlarimiz bor. Keng assortimentdagi patnislarimiz, listlarimiz bor. Bu hozir ko'rib turgan duxovkalarning patnisini razmeri standartli hammasini eni uzunasi 60, eni 40 sm bo'ladi. Xo'p, videoga like bo'lsa, kanalga obuna bo'lishni unutmanglar. Sizlarga nima qiziq, nimani obzor qilsangiz sizlarga qiziq bo'ladi, shuni kommentariyada yozib qo'ysangiz biz imkon boricha o'sha narsani obzor qilib ishlatib ko'rsatib berishga harakat qilamiz. Videoga like bo'lsa, kanalga obuna bo'lishni unutmanglar. Manzilimiz Farg'ona shahar, O'zbek Xitoy savdo uyi.